Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysi yerlerde yaşayatkan Şarkı Türkistanlık Uygur qarindoshlarım. Mening ata-anam Xitoy tajovuzchilari tarafidan, biz tuqqanlarim Xitoy tajovuzchilari tarafidan zindonlarda, yig'ilish kamplarida so'lag'liq. Men bularning ovozi bo'lash uchun 2018 11 ayning 6 kuni bo'ladigan Janevadagi namoyishga boraman. Butkul Uyg'ur xalqini, Sharqiy Turkistonlikni bu namoyishga berish uchun da'vat qilaman. I represent my mother to go to Geneva, participate our biggest rally in 2018 to raise our voice to highest possible office on earth, United Nations. I invite you to come along. Men öz anamga vakaleten Geneva'da buladigan Uygurlarninki eng çoğ namayişiga yürüş kılman. Hem köpçülükninki şu namayişga çin qalbidan bütün yürügü bilen qatnashishni umid qilaman. Rahmat. Hürmetli qarindoshlar, men 11 ayning 6 kuni Jenevadagi namoyishga ota-onamning, urug' tuqqanlarimning ovozini anglatish, shundaqla Xitoy tajovuzchilarining turli tuhmatlarining qurboni bo'lib, turmalarda, jazo lagerida yetayotgan xalqimiz ishdan chiqqan professor, doktor, olim, yozuvchi, shoir, korxonchi, saxovatchilarniki dardini anglatish ham ularga guvohlik berib, Xitoy tajovuzchilarining yolg'onchiligi abtibashar etish uchun Jenevadagi namoyishga boraman. Hammamiz Jenevada kurashaylik. Assalomu alaykum, hurmatli muhojiratga Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. 11 ayning 6 kuni Jenevada kishilik huquq yig'ini o'tkazilmoqchi va Xitoy vakillari bu yig'inga keladi. Hammamizga ma'lum, Xitoy vakillari bu yig'inda aniqlam Sharq Turkistonning zulmi va jazo lagerlarini inkor qiladi. Biz bunun bilan sukutni tanlasak to'g'ri bo'lmaydi. Sukutni buzish uchun va ularning yolg'onchiligini xalqaroga oshkorlash uchun biz Jeneva cho'ng yurishini planladik va shuni chaqiriq qilyapmiz. Hurmatli qarindoshlarim, sizlarni Sharq Turkistonning ichidagi, zulmning ichidagi 30 million Uyg'urning ovozi bo'lishga Jenevaga chaqiriq qilman. Men bilan Jenevaga yurish qiling. Hurmatli qarindoshim, men 2018 yılı 11 ayının 6 günü Jenevada o'tkazilgan namoyishda onam ve başliq barliq tuqqanlarimning ovozini anglatish uchun Jenevaga yurish qilmoqchi. Sizmi keling, biz birlikda Sharq Turkistonda izlayotgan shu xalqimizning ovozi bo'layli. Birlikda Xitoy tajovuzchilarining rezilligini, yovuzligini, yolg'onchiligini birlikda fosh qilayli. Mening ismim Abdusalom Niyaz Uyg'ur. 1977 yılı 2 ayının 28 günü Ürümçi tug'ilgan. 2008 yıldan itibaren Gollandiyada yaşayatıman. Abduqahar Niyaz, akam. 1970 yılı 8 ayının 28 günü Ürümçi tug'ilgan. 2013 yılı Xitoy istixborotchilariga moslashib bermaganligi sababidan Xitoylar tarafidan zaharlab o'ldirilgan. Aygül Niyaz 1961 yılı 12 ayının 19 günü tug'ilgan. 2017 yılı 9 ayının 1 günü kecha soat 11'de o'z uyidan majbur tutib ketilgancha hozirgacha izdiraksiz. 2017 yılı 1 aydan itibaren uyda yolg'iz qolgan 73 yoshlik onam ve yetim qolgan akamning qizi bilan butunlay aloqam uzildi. Men buning uchun guvohlik berman. Va buning uchunla emas, butun Sharq Turkistonda majbur holda Xitoyning jazo lagerlariga solinayotgan 4 million xalqimiz uchun guvohlik berman. İzdiraksiz g'oyib bo'lib ketayotgan qiron yoshlarimiz ve ularning etkaz qilinayotgan ishga a'zolari uchun guvohlik berman. Majbur xitoylashtirilgan ota-onasi jazo lagerlarida tushirayotgan yetim bolalarimiz uchun guvohlik berman. 1950 yıldan itibaren Xitoy Kommunistik Partiyasi tarafidan majbur besilingan vatanim uchun guvohlik berman. Ve onundan başka ismi atalmagan hizmetdaşlarım, sebdaşlarım,
savoqdoshlarim, qarindoshlarim, vatandoshlarim uchun guvohlik beraman. Va guvohlik berish bilan to'xtab qolmasdan 2018-yili 11-oyning 6-kuni BDT'da Xitoy inson haqlari uchun javob berdigan shu kuni BDT'ning oldidagi maydonda Xitoyning bizning vatanni ilib berayotgan barliq qilmishlari, jinoyatlari, tajovuz harakatlari, xalqimizni yo'qotish uchun ilib berayotgan har xil razil siyosatlar ustidan isbot berish uchun Jenvaga borman. Va siz bilanmi Jenvada ko'rishman.